Tanada hol bo'lishi bu kasallikmi? Sizning tanangizda nechta hol bor? 10 ta, 20 ta, balki 100 tadan ham ko'pdir. Xo'sh, bu xavotirga sabab bo'lish kerak deganimi? Ko'pchilik o'ylaydi, tanada ko'p hol bo'lsa bu xavfli, lekin aslida bu noto'g'ri tushuncha. Manbalarga suyanadigan bo'lsak, inson tanasida o'rtacha 10 dan 40 tagacha hol bo'ladi. Ba'zi odamlarda esa 400 ta ham hol bo'lishi mumkin. Bunday holat xavflimi? Keling, yaxshisi o'zim tushuntirib beraman. Hollar bu mutlaqo tabiiy holat bo'lib, ularning aksariyati xavfsiz va hech qanday kasallik alomati emas. Ammo ba'zi odamlar hollardan xavotir olishadi. Buni ilmiy nuqtai nazardan ham tushuntirib ketaman. Hollar meditsina tilida nevuslar deb ataladi. Bu melanositlar, ya'ni teriga rang beruvchi hujayralar to'planishidan hosil bo'ladigan dog'lardir. Ular odatda tug'ma yoki hayot davomida paydo bo'ladi va bularga asosiy sabablardan irsiy omillar, ya'ni ota-onada ko'p hol bo'lsa, farzandda ham bo'lish ehtimoli yuqori. Gormonal o'zgarishlar, o'smirlik, homiladorlik va menopauza davrida yangi hollar paydo bo'lishi ham tabiiy hol. Endi bu qachon xavfli hisoblanadi deydigan bo'lsak, ko'pchilik hollar umuman xavfsiz bo'lib, hayot davomida hech qanday muammo tug'dirmaydi. Lekin hollar bilan qanday vaziyatda shifokorga murojaat qilish lozim ekanligini aytib o'taman. Hol shakli o'zgarib, asimetrik bo'lsa, qichishish, qonash yoki shish kuzatilsa, siz shifokor qabulidan kech qolmasligingiz lozim. Sizlar bilan Fazliddin bo'ldi. O'zingizdan asrang.